Yotishdan oldin bu videoni ko'rmang, chunki bu qo'rqinchli videolar sizni bugun tundan bir ko'zingizni ochib uxlashga majbur qiladi. Ushbu video Yaponiya televideniyasining qandaydir dasturidan olingan bo'lib, unda tomoshabinlarga video taqdim etiladi va biz ularning videolarga munosabatini tomosha qilamiz. Ular ushbu epizodda ko'rsatilgan videoda poyezdda o'tirgan va kamera uchun jilmayib turgan bir ayol tasvirlangan. Bu oddiy va hatto yoqimli videoga o'xshaydi, lekin ayolning kunini zavqi bilan o'tkazmoqda, lekin uning orqasida mutlaqo sovuq narsa sodir bo'ladi. Bu shunchalik sodir bo'ladiki, agar siz bir soniya e'tiborsiz bo'lsangiz uni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Yaqindan qarang. Videoni tomosha qilgandan so'ng barcha tomoshabinlar o'zlari ko'rgan kadrlardan hayratda qolganini eshitish mumkin. Albatta bu ayol keyinchalik qandaydir aqlli fikr bilan qo'shilgan bo'lishi mumkin edi, lekin u tasodifan kameraga tushgan sovuq sharpa ham bo'lishi mumkin. Ushbu videoda savol tug'iladi: nima uchun kimdir bu ayolni birinchi navbatda suratga oldi? Bu ko'rsatuv Yaponiyada efirga uzatilganligi sababli video davomida aytilgan ba'zi so'zlar bor, lekin men yapon tilini tushunmaganim uchun ularni tushuna olmayapman. Agar siz bilsangiz, tushunishimga yordam berish uchun aytilganlarni tarjima qilishingizni istardim. Butun dunyo bo'ylab ko'plab odamlar uchun istirohat bo'glari, issiq yoz oylarida do'stlar va oila a'zolari bilan hayajonli sayohatlarni o'tkazish uchun qiziqarli joydir. Xo'sh, bu videoda tasvirlangan ota va ogil bilan aynan shunday bo'lgan. Ular yopilish soatlariga yaqin o'yinchoq poyezdda ketmoqdalar va ularning ikkalasi ham sayohat davomida doimo tabassum qilib vaqtni maroqli o'tkazayotganini ko'rish mumkin. Ammo bu rolikli sayohatda hech kim sezmagan kutilmagan chavandoz paydo bo'lishi mumkin. Videoning boshida agar siz avtomashinaning eng orqa tomoniga qarasangiz, o'sha o'rindiqqa mutlaqo hech kim yo'qligini ko'rishingiz mumkin. Biroq taxminan 1 daqiqadan so'nggi sayohatda mutlaqo paydo bo'ladigan galati soya figurasini ko'rish mumkin. Avvaliga xuddi ota va ogil yo'lovchilar bo'lganga o'xshardi, lekin ular juda yangilashdi qizigi. Shundan keyin ular ham ular bilan sayohatda galati figurani o'ttiz o'shaydi. Ota uchun esa videoga olish mantiqan to'g'ri keladi, chunki u shunchaki o'g'li bilan mashinani bilan yotgani haqidagi qiziqarli videoni suratga olmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak. Bugunchalik dahshatli narsani suratga olishini kutmagan albatta. Tipo Uganda yashaydi va kechasi tumanida haydab ketayotib yo'l o'rtasida yotgan dahshatli narsaga qoqilib qolganini aytadi. Ushbu qadar hayratda qoldiki, dunyo ko'rishi uchun topilmalarni hujjatlashtirish uchun kamerasini olishga majbur bo'ldi. Aks holda ular bunga ishonmagan bo'lishi mumkin. Ular har doim aytganidek, ko'rish ishonishdir va bu videoda aniq nima ekanligini tushuntirish qiyin. O'z qaroringizni qabul qilish uchun buni o'zingiz ko'rishingiz kerak. Afsuski, bu video Uganda suratga olinganligi sababli men mashinadagi odamlar nima deyishayotganini tushuna olmayapman. Shuning uchun agar siz Uganda tiliga tushunsangiz, sharhlarda ular nimada yotganini yozib qoldiring. Men bundan juda minnatdor bo'laman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar ular o'zlari ko'rgan narsalarni xotirjam muhokama qilishayotganga o'xshaydi. Bu qanchalik dahshatli ekanligini ko'rish juda qiyin bo'lardi. Ashqning aytishicha, u bu qandaydir jinday bo'ylaydi. Garchi sharhlarda odamlar bunga rozi bo'lmasa-da, ko'pchilik bu muammoga duch kelgan va yordamga muhtoj ayolga o'xshab ko'rinishini aytishadi. Umid qilamizki, Ashiq va uning mashinasidagi yo'lovchilar ushbu videoni suratga olgandan so'ng bu shaxs o'zlariga juda zarur bo'lgan yordamni olganiga ishonch hosil qilish uchun politsiyaga qo'ng'ib. Tasavvur qiling, siz bir necha do'stlaringiz bilan kechqurun mashinada aylanib gaplashib, tunda yurganingizda to'satdan yo'l chetidan notanish odamga duch keldingiz. Siz to'xtab ularga yordam kerakmi yoki yo'qligini so'raysizmi? Agar siz ularga yaqinlashsangiz, ular xavfli bo'lishi va sizga zarar yetkazishi mumkinligidan xavotirlanasizmi? Bular ehtimol Sirami va uning do'stlari tomonidan 2020-yil mart oyida Hindistonning Erkot shaharchasida yo'lda bu galati figurani payqashgandi. Ko'tarilgan bir nechta savollar video davomida Sriram va uning do'stlari to'xta, bu notanish odam nima qilayotganini ko'rish kerakmi yoki yo'qmi deb bahslashayotganga o'xshaydi.
Ammo ular oxir-oqibat imkoniyatni qo'ldan boy bermaslikka qaror qilishadi va to'g'ri haydashda davom etishadi. Ba'zida odamlar bizga yordamga muhtoj bo'lgan notanish odamni ko'rsangiz yordamga muhtojmi yoki yo'qligini bilish uchun to'xtashingiz kerakligini aytishadi, lekin bu tushuncha bilan birga katta xavf tugiladi, chunki siz begonaning kimligini hech qachon bilmaysiz. Xo'sh, kim biladi, ehtimol ular mashinani davom ettirishlari yaxshi fikrdir, balki bu odamda yomon niyatlari bor edi. Explorers Irlandiyaning Belfast shahridagi yaqinida atrofda o'rmonda aylanib yurib to'satdan shu qadar sirli va galati narsani ko'rib qoldi va u obunachilar ko'rishi uchun voqeani suratga olishga urinib uyali telefonini chiqarib oldi. Qo'rqinchli kadrlarni ko'ring va diqqat bilan e'tibor bering. Guys, did any of you just see that? You can't see nothing with the naked eye. No, you can't. Whoa, did any of you just see something walk in front of the camera? Bu albatta juda qisqa video, lekin mazda eng qisqasi eng katta halokatni keltirib chiqarishi mumkin. Agar siz yetarlicha yaxshilab qarasangiz kameradan g'alati sharpaga o'xshash ruh harakatini ko'rishingiz mumkin. Buni deng tashqaridan suratga olish paytida payqadi deyisining kanali g'ayri-tabiiy tarkibga to'la, ammo bu video hali hech qachon tushuntirilmagan. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Bu haqiqatmi yoki bu shunchaki yorug'lik yoki kameraning qiyasimi? Men sizni fikr bildirishingizni so'rab qolaman. YouTube bir mahalliy qabristonni o'rganmoqda, chunki uning so'zlariga ko'ra ko'plab odamlar bu qabristonga tashrif buyurganlarda qabristonda qandaydir galati soya figurasini aylanib yurganini ko'rishgan. Shunday qilib, bu afsonalar haqiqatmi yoki mishmishlardan boshqa narsa emasligini bilish uchun u atrofga qarash uchun aynan o'sha qabristonga yo'l oladi. Taxminan 10 daqiqa o'tadi va u haqiqiy ahamiyatga ega bo'lgan narsani topolmaydi. Bu joy albatta qo'rqinchli, ammo qabristonga tashrif buyurganingizda, ayniqsa kech soatlarda buni kutishingiz kerak. Ammo shu vaqtdan boshlab yuklovchi uchun narsalar juda dahshatli bo'ladi. Gapirilgan soya figurasini topib hujjatlashtira olmaganga o'xshaydi, lekin u albatta daraxt orqasida yashiringan. Uzoqroq o'rmalovchi narsani topadi, u opxalat kiyganga o'xshaydigan galati ruhni topadi. Buni ko'rishi bilan yutuq berib qo'rqib ketadi, lekin baribir daraxt orqasini qilish uchun jasoratga ega bo'ladi. Biroq burchakka burilgach, u ko'z oldida figuraning izini topolmaydi. U turli hududlarni qidira boshlaydi, lekin baribir uni topolmaydi. Sharhlovchilar bu figuraning oxalat kiygan odamga yoki atrofda aylanib yurgan dahshatli ruhga o'xshab ko'rinishiga qo'shilishadi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, bu YouTube bir odatda paranormal kamperni emas, balki oilaviy blog uslubidagi videolarni yuklaydi va bu yerda hujjatlashtirilgan voqealarga ko'proq ishonch beradi. Bir narsa aniqki, yuklovchi yaqin orada bu qabristonga qaytishni istamaydi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Sizga ko'proq qaysi holatlar ma'qul bo'ldi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha siz bilan qorong'u haqiqat bo'ldi. Kanal egasi Alisher.